Suv yetib bormagan joylar, davlat toki yetib bormagan joylar uchun suv pompalarimiz. Bir fazali pompamiz 168 metrdan 20 litr daqiqasiga suv chiqaradi, 125 metrdan esa 50 litr daqiqasiga suv chiqaradi. 75 metrdan 80 litr daqiqasiga suv chiqaradi, maksimal 175 metrgacha joylasa bo'ladi. Pompamizga 650 vatli paneldan 5 tagacha ulinsa bo'ladi, ya'ni 3,5 kilovatli quyosh paneliga ham ishlaydi. MPPT volt range 80 voltdan 400 voltgacha javob beradi. Davlat toki, ya'ni AC toki esa 180 dan 240 voltgacha javob beradi. Обороты 4100, amperaji 15 amperlik pompa hisoblanadi. Endi pompani chastotnik invertorni ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganingizdek, chastotnik invertorimizda manfiy musbat quyosh panelidan kiradigan joy, xo'p, davlat toki kiradigan joyi va pompaga chiqadigan joyi bor. Ko'rib turganingizdek, bu yerda xarakteristikasi pompada qanday bo'lsa, shunday qilib yozilgan. MPPT volt range 80 voltdan 400 voltgacha, davlat toki kirishi esa 180 dan 240 voltgacha, nominal kuchi esa 2,2 kilovat. Xo'p, undan tashqari yuqorida displey bor. Displeyni boshqaruv pulti, sozlamalari va o'chirib yoqish tugmalari hammasi joylashgan. Suv pompalari haqida to'liq ma'lumotni olish uchun quyidagi raqamlarga aloqaga chiqing yoki kommentariyalarda o'z savollaringizni qoldiring. Eng asosiysi esa obuna bo'lishni unutmang.